Allohning o'zidan so'raymiz yana mana oilalarimizda, xonadonlarimizda kelinlarimiz, onalarimiz, qizlarimiz, opalarimiz shu bizni iftorligimiz, saharligimizni tinim bilmasdan xizmatlar qilishyapti. Allohim bularni ajr savoblarini ko'paytirib bergin. O'zing rozi bo'lgin. Bularni qalblarida qancha orzu niyatlari bo'lsa, ziyodasi bilan yetkazgin. Agar oilalarimizda qizimizmi, onamizmi, kelinimizmi, xullas kim bo'lmasin, bemor bo'lsa Allohim shifo bergin. O'zing mehribon zotsan. Farzand talablari bo'lsa Allohim mehribon zotsan. G'azina-yu g'oybindan solih o'g'il, solih qiz farzandlarni o'zing ato qilib bergin. Va bizlarga bu Ramazon oyida va bundan boshqa oylarda ham xizmatlarimizni qilishadi. Xususan bu Ramazon oylarida bizlarga qilayotgan xizmatlari, ya'ni iftorliklari, saharliklari, bu xizmatlarni qabul qilib, ajr, savob, mukofotlarni o'zing ko'paytirib bergin Allohim.